Mana shu zalimizga mana ikkinchi etajdagi rakvina qo'yib berganmiz, tumbasi bilan, oynasi bilan birga. Va mana bu tomonda mana kirib ko'rsataman. Bismillah. Mana koridorimiz, pollarini laminat terdik. Devorlarini abo'y qilganmiz. Va to'g'rida hojatxonamiz joylashgan. Va ko'rishlaringiz mumkin, unitazlar o'rnagan, pollari kafil. Bu xonamiz ham shunaqangi abo'y bo'lgan. Va endi o'ng tomonimizda sanuzel joylashgan. Bu yechinib kiyinish xonasi. Arestonimizni ham shu joyga joylaganmiz. Mana beshilkalar. Radiator joylashgan. Bu joyga sachiqlarni ilib qo'ysa, radiator issig'idan quraveradi. Mana beshilkalarni bu tomonga qo'ydik. Devorlarimizni polni keramogranit kafellari bilan terganmiz. Patologimiz Dekorplast. Mana rozetka kulchatorlarni qo'yganmiz va bu tomonda cho'milish zonasi joylashgan. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Anchagina katta xona. Mana smesitellarimiz. Bu joyimiz ham keramogranit kafeli bilan terilgan, pollari ham. Devorlari mana ko'ryapsizlar, oppoq bo'lgan. Juda ham shinam va chiroyli chiqqan. Bu joyimiz yana tepli pol qilganmiz. Aynan shu cho'milish xonasini отоплениyaga tepli polni ulab qo'yganmiz. Hozirda polimiz zo'r isib turibdi. Do'stlar, ishlarimiz yoqayotgan bo'lsa, kommentariyada o'z fikrlaringizni bildiringlar. Layklarni ayamanglar. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Rahmat, sog' bo'linglar.